Bu voqeani yozish uchun yuragimda qancha qon qolgan bo'lsa, hammasini siqib, siyoh o'rniga ishlatishimga to'g'ri keladi. Chunki men o'sha kuni tirik murdaga aylanganman. O'sha la'nati kun. Yo'q, u avvaliga la'nati emasdi. U men kutgan, orziqqan baxtli kun edi. Hovlimizda tong boshqacha otgandi. Aslida hamma narsa odatdagidek edi, faqat mening yuragim boshqacha urardi. Bugun azomatim kelardi. Rossiyada 1 yildan beri ishlab yurgan erim, suyanganim bugun qaytardi. Kecha telefonda gaplashganimizda ovozdagi so'xinchni, charchoqni his qilib, yuragim ezilgandi. Ertaga yoningda bo'laman. Bahrimga bosib, hamma charchoqlarimni chiqaraman degandi. Men o'sha kunni bayramga aylantirmoqchi edim. Qaynotam otamday bo'lib qolgan inson nonushtadan keyin bozorga ketdilar. Qizim, o'zingizni unchalik urintirmang. Lekin bilaman, baribir bilganingizni qilasiz. Mayli, nima kerak bo'lsa olib kelaman. Qaynonam yo'qlar. Azamatga turmushga chiqqanimda 6-oyda olamdan o'tgandilar. Shundan beri shu katta hovlida ikkimiz qolgandik. Otajonim. Men ularni shunday chaqirardim. Ular meni o'z qizlariday ko'rardilar. Kamchiligimni to'ldirib, yoshlik qilib xato qilsam. Qizim, onangiz yo'q, men sizga ham ota, ham onaman. Tortinmang deb aytardilar. Otajonim bozorlik qilib kelgach, ishga kirishib ketdim. Uylarni qaytadan supurib sidirish, changlarni artish. Keyin oshxonaga kirib ketdim. Azomatim yaxshi ko'radigan somsalar uchun un eladim, kechqurungi oshga sabzi to'g'radim, mevalarni yuvib, stolga chiroyli qilib qo'ydim. Har bir harakatimda so'xinch, har bir nafasimda intizorlik bor edi. Kechga yaqin hamma ish bitdi. Uy sarishta, dasturxon deyarli tayyor. Faqat mening holim qolmadi. Bir necha kunlik tayyorgarlik ko'tarlar o'z kuchini ko'rsatgandi. Belim uzilib tushay derdi. Oyoqlarim oxirlashib shishib ketgandi. Har bir qadamimda belimga sanchiq kirar, ko'zimdan yosh chiqib ketay derdi. Buni otajonimdan yashirishga harakat qildim. Kulib choy olib kirdim. Ammo o'tira olmadim. Belimni ushlagancha burchakda turib qoldim. Qizim, nima bo'ldi? Rangingiz oqarib ketibdi-ku. Otajonimning ovozlarida xavotir bor edi. Hech nima, otajon. Charchadim shekilli. Hozir otib ketadi dedim tabassum qilishga urinib. Yo'q, otib ketmaydi dedilar ular. O'zingizni qiynabsiz. Rahmatli onangiz ham xuddi shunday bel og'rig'idan qiynalardilar. Bilaman buning azobini. Men indamadim. Og'riq zoridan labimni tishlab olgandim. Keling, qizim. Mana bu yerga ko'rpachaga chozilingchi dedilar. Yo'q, otajon, uyat bo'ladi. Uyatini qo'ying. Men sizga otaman-ku. Otadan qizni uyalgani nima degan gap? Qani, yoting. Noiloj biroz iymanib ko'rpachaga yonboshladim. Og'riq shu qadar kuchli ediki, qaynotamning qarshisida yotish noqulayligini ham unutib yuborgandim. Qani, qizim, orqangizni o'giring dedilar. Men qimirlay olmadim. Mayli, qimirlamang. Shu payt ular o'tirib mening tovonimdan ushladilar. Oyoqlaringiz muzlab qolibdi-ku, qizim. Qon yurishmay qolgan. Ular mening shishgan topiqlarimni, keyin boldirlarimni ohista uqalay boshladilar. U kishining qo'llari mehnatkash dehqon qo'llari edi. Ammo bu qo'llarda shunday bir mehr bor ediki. Bu shahvoniy emas, bu shunchaki bir otaning bolasiga mehri edi. Onangiz rahmatligi ham shunday qilib turardim. Yordam berardi dedilar ular hamgin ohangda. Men ko'zlarimni yumib olgandim. Uqalashlardan keyin chindan ham oyoqlarimdagi og'riq tarqayotganday bo'ldi. Endi belingizni dedilar. Men yuztuban yotishga urindim. Ular yonimga tiz cho'kdilar va kiyimimning ustidan belimning og'riyotgan joylarini, yelkalarimni bosib uqalay boshladilar. Mana shu yer, shu yer dedim men. Bilaman, qizim, bilaman. Shu yerdagi tomir. Biz hatto eshikni ochilganini ham eshitmadik. Hamma narsa bir soniyada sodir bo'ldi. Hovlidan baqiriq ovozi keldi.
Azamat shunday baqirdiki, men quloqlarimni yopib oldim. U sumkasini bir chetga itarib yubordi. Men begona yurtda sizlarni deb it azobida ishlab yuribman. Sizlar bo'lsa, bolam, og'zingga qara. Bu nima deganing? Kelinning mazasi yo'q edi. Mazasi yo'q. Shuning uchun mazasini kirgizyapsizmi? Bu gap otajonimga qattiq tegdi. U kishining yuzlari avval oqarib, keyin qizardi. Hayoling buzilibdi sen bolani. Shu payt Azamat haddidan oshdi. U menga, keyin otasiga qarab hayvonday baqirardi. U biz bilgan, so'xingan Azamat emasdi. Azamat. Adasi. Yo'q. Bu siz o'ylagan narsa emas. Belim og'rigandi. Men yig'lab qichqirardim, lekin ovozim unga yetmasdi. Benomuslar. Azamat otasiga tashlandi. Otajonim, garchi yoshlari otib qolgan bo'lsa-da, baquvvat edilar. Ular bolasini quchoqlab tinchlantirmoqchi bo'ldilar. O'zingni bos, bolam. Qo'yvor meni. Otam emassan sen. U otasini bor kuchi bilan itarib yubordi. Otajonim. Mening mehribon otajonim. Ular muvozanatni yo'qotdilar. Orqaga yiqildilar. Hamma narsa to'xtab qolganday bo'ldi. Men uning yiqilishini ko'rdim. Uning boshi biz kechqurun choy ichadigan pastak stolning burchagiga urildi. Toq etgan ovoz. Bu men eshitgan eng dahshatli ovoz edi. Bu suyakning sinishi ovozi emasdi. Bu undan ham battar edi. Keyin sukunat. Shunday sukunatki, oz yuragimning urishini eshitardim. Otajonim qimirlamadilar. Boshi stol yonida, ko'zlari katta ochilgancha yotardilar. Ota. Azamatning ovozi bir zumda o'zgardi. Undagi g'azab, qahr yo'qoldi. O'rnini dahshat va qo'rquv egalladi. Otajon. Men ham pichirladim. O'rnimdan qanday turganimni bilmayman. Og'riqni sezmasdim. Men yugurib bordim. Azamat esa joyida qotib qolgandi. U otasini oldirib qo'ygandi. Otajon, ko'zingizni oching. Yo'q. Men nima qilib qo'ydim? Azamatning ovozi yixiga aylandi. U otasining jonsiz tanasi yoniga tiz cho'kdi. Ota. Ota, turing. Men hazillashdim. Ota. Kechiring. Turing. U otasining yuziga shap-shap urardi. Lekin otajonimning ko'zlari hamon bir nuqtaga, shiftga tikilib qolgandi. Men qichqirmoqchi bo'ldim. Qo'shnilarni yordamga chaqirmoqchi bo'ldim. Ammo ovozim bo'g'zimga tiqilib qoldi. Azamat birdan jimgina otasining yuziga tikilib qoldi. Keyin sekin o'rnidan turdi. Uning yuzi qotib qolgandi. Unda na pushaymon, na qayg'u, na g'azab bor edi. U menga qaradi. Hammasiga sen aybdorsan. Men orqamga tisarildim. Qo'rquvdan muzlab qolgandim. Uning ko'zlari otasining jasadiga, keyin menga, keyin esa men uning kelishi uchun tayyorlab qo'ygan dasturxonga, mevalarga va pichoqqa qadaldi. Dasturxon chetida men meva to'g'ragan o'tkir, yaltiroq oshxona pichog'i yotardi. U menga emas, pichoqqa qarab yura boshladi. Azamat. Yo'q. Nima qilmoqchisan? U pichoqni qo'liga oldi. Men otamni oldirdim. Men endi odam emasman. Azamat. Pichoqni tashla. Yalinaman. Hali hammasini to'g'rilash mumkin. U xuddi kar odamday menga qarab jilmaydi. Bu men umrimda ko'rgan eng dahshatli tabassum edi. Qayerga boraman endi? Bu uyga qanday sig'aman? Otamning qoni to'kilgan uyga-ya. Sening yuzingga qanday qarayman? Qotil senga kerakmi? Azamat. Unday dema. O'zingni bos. U pichoqni o'zining tomog'iga olib bordi. Ota, dedi u otasining jonsiz tanasiga qarab. Men ketyapman. Bolangizni kechirmang. Men jahannamga ketdim. Yo'q. Mening qichqirig'im hovlini larzaga keltirdi. Ammo kech bo'lgandi. Men qotib qoldim. Men ikki jasad o'rtasida qoldim.
Biri men otamday ko'rgan inson, ikkinchisi men jonimdan ortiq sevganim. Biri bema'ni gumon tufayli bolasining qolida jon berdi. Ikkinchisi esa qilgan gunohining oxirligini ko'tara olmay o'z joniga qasd qildi. Hammasi bir necha daqiqa ichida sodir bo'ldi. Baxtli kun eng qora kunga, so'kinch esa abadiy judolikka aylangandi.